Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi juma ma'ruzamiz ustozlar millat chirog'i mavzusida bo'lib o'tadi. Barchamizga ma'lumki, inson zoti azaldan ilm orqali ma'rifatga va fazilatga erishadi va hayotda to'g'ri yo'lni topadi. Islom dini esa ilmni har bir erkak va ayol uchun farz qilib, uni ahamiyatini ulug'lagan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Qur'oni Karimning yana bir boshqa oyatida bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'ladilarmi deb marhamat qilingan. Ushbu oyatlardan ma'lum bo'ladiki, ilm ahli Alloh taoloning nazdida yuksak maqom sohibidir. Dinimizda ustozning qadri va fazli ulug'dir, chunki aynan o'sha zotlar kelajak avlodning shakllanishida katta o'rin tutadilar. O'qituvchilarning mashaqqatli mehnatlari evaziga yosh avlodning ilmiga ilm, odobiga odob qo'shiladi. Bu haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'z hadislarida ta'kidlab shunday deganlar: albatta ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar dinor va dirham meros qoldirmaganlar, ular ilm meros qoldirganlar. Kim bu ilmdan nasibador bo'lgan bo'lsa, ulkan baxt olgandir. Demak, muallimlik va murabbiylik bizga payg'ambarlardan meros ekan, bu soha egalari o'z kasblariga yanada sadoqat bilan yondashib, ilm, ma'rifat va kasb hunar o'rgatishda bardavom bo'lishlari ayni muddaodir. Ustozni ulug'lashni bir qancha ko'rinishlari mavjud bo'lib, jumladan ustozning oldi yoki yon tomonida yurmaslik, balki bir qadam orqada yurish. Ustozning huzurida undan oldin beijozat gap boshlamaslik. Ustozning oldida ko'p gapirmaslik. Ustoz o'tirgan xonaga izinsiz kirmaslik. Ustoz toliqib turganida savol bermaslik. Bir so'z bilan aytganda, shogird ustoz rozi bo'ladigan amallarni barchasini amalga oshirib, uni g'azablantiradigan ishlardan saqlanishi lozim. Tarixdagi ajdodlarimiz ustozlarning ehtiromini o'z o'rniga qo'yganliklari uchun ularning avlodlaridan olim insonlar yetishib chiqqan. Bugungi kunga kelib taassuflar bo'lsinki, ba'zi o'quvchi va talabalar ustozlarni hurmat qilish o'rniga ularga nisbatan nojo'ya harakatlar qilishmoqda. Buni tom ma'nodagi fojia desak mubolag'a bo'lmaydi. Ustozlarni hurmatini qilmagan, ularni mazax qilgan kishilarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogohlantirish qilib shunday deydilar: kattalarimizni hurmat qilmagan, kichiklarimizga rahm qilmagan va olimlarimizni haqqini bilmagan kimsa bizdan emasdir. Imom Buxoriy rivoyati. Shunga ko'ra, olim va murabbiylarni kamsitgan, ularni mazax qilgan yoki ularga ovozini baland qilgan yoki qo'l ko'targan kimsalar dunyo va oxiratda xorlikka yuz tutadilar. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Bizga ma'lumki, rivojlanishni istovchi davlatlar byudjetida ta'limga ajratilgan ulush eng katta va boshqa narsalardan muhimroq hisoblanadi. Darhaqiqat, yoshlarning ta'lim tarbiyasiga e'tibor bu vatan kelajagiga e'tibor demakdir. Jamiyatda o'qituvchining obro'si oshsa, ilm, fan va ta'lim tarbiyaning qadri ko'tariladi. Yoshlarda o'qishga, yurtimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashga qiziqish ortadi. Ilm, fan rivojlangan jamiyatda esa rivojlanish va taraqqiyot bo'ladi. Shuni ta'kidlash joizki, ilm va ma'rifat ziyo tarqatuvchi ustoz va murabbiylarga har qancha e'tibor va ehtirom qilsak kamlik qiladi. G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy hazratlari ta'kidlaganlaridek, haq yo'lingda kim senga bir harf o'qitmish ranch ila, aylamak bo'lmas ado oning haqqin yuzganch ila. Hazrat Navoiyning ushbu so'zlarida hech qanday mubolag'a yo'q. Xulosa o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, ustozlarimizning haqlari beqiyos. Ular ma'naviyat bog'ining bog'bonlaridirlar. Ularni qancha ko'p ulug'lasak, e'zozlasak shuncha oz. Ustozlarni haqqıyla ehtirom qilishimizda bizga Parvardigori olam kuch-quvvat bersin. Jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin. Tinchlik va xotirjamlik ne'mati bundan-da ziyoda bo'lsin. Yana bir bor barcha ustozlarni kasb bayrami, ustoz va murabbiylar kuni bilan muborakbod etib, ularga sog'lik, salomatlik, ishlarida rivoj tilab qolamiz.
Foniy dunyoni tark etgan ustozlarimizni Alloh taolo rahmat qilsin. Alloh farzandu zurriyotlarimizdan olim va fozil zotlarni chiqarsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.